Tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz. Telefoningiz xabarlarni ochganingizda vafot etgan tanishingiz sizga xabar yuborgani ko'rinmoqda. Xabarni ochish uchun bosganingizda esa hech qanaqa xabar yo'q. Yokida sizga notanish bo'lgan profil Instagram hikoyangizni tomosha qilganiga e'tibor berdingiz. Profilni ko'rish uchun yana bosganingizda esa bu profil mavjud emas, yozuvi chiqmoqda. Bu aslida hech qanaqa paranormal show emas. Bu o'lik internet teoriyasi. Sizlar bilan Asldan Satullayev va DevOps Site Center jamoasi. Ekranlarga yaqinroq joylashing, biz esa boshladik. O'lik internet nazariyasi o'zi nima? Nazariyaga ko'ra, internetda siz ko'rayotgan ma'lumotlar, videolar va hatto tanishgan odamlar ham aslida haqiqiy emas. Ular sun'iy intellekt chatbotlari tomonidan yuritilmoqda. Lekin aslida bu fikr 100% to'g'ri emas. Sabab, siz ko'rayotgan video va kontentlar haligacha odamlar tomonidan yuritiladi, lekin komment qism, veb-sayt ma'lumotlari va ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi profillar chatbotlar tomonidan yuritiladi. Chatbotlar siz bilgan zamonaviy sun'iy intellektlar, ya'ni ChatGPT yoki Grok emas. Bular yashirin chatbotlar bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri odamlar ular bilan muloqot qila olishmaydi. Aslida chatbotlar qanday qilib internetda ishlab turmoqda? Buni ikkita isbotlanmagan, ammo reallikka yaqin taxmin bilan ifodalasak bo'ladi. Birinchisi, chatbotlar hakerlar tomonidan yaratiladi va ijtimoiy tarmoqlarda soxta profillar orqali ko'proq odamlar bilan tanishuv amalga oshiriladi. Natijada esa qora bozorda yaxshigina ma'lumot sotuviga erishish mumkin. Ikkinchi taxmin. Chatbot sayt yoki ilova egalari tomonidan o'z platformalariga qo'shiladi. Maqsad esa o'zlarining platformalari doimo gavjum, odam ko'p va trendda ekanligini illyuziya sifatida ko'rsatish bo'ladi. Afsuski, bu ikkita taxmin ham 100% aniqlanmagan. Ammo ular eng reallikka yaqinlaridir. 2022-yilda The Wi-Fi ismli bloger Facebook'dagi akkauntlariga to'xtalib o'tadi, ya'ni haqiqiy odam bo'lmaganlarga. U bir nechta asosiy sabablar bilan bu profillar haqiqiy odam emas deb aytib o'tadi. Va o'z Instagram va Facebookda juda ham ma'nosiz akkauntlar ko'p. Misol uchun ushbu profilga e'tibor beradigan bo'lsangiz, reallikka umuman o'xshamaydi. Ma'nosiz postlar va maqsadsiz auditoriya. (2018-yilda Amerikada Stacy ismli qiz 2013-yilda vafot etgan Maria ismli buvisidan WhatsApp orqali xabar oladi. Ushbu xabar qizni dahshatga tushiradi, ammo qiz xabarni ochganida esa umuman ma'lumot yo'q. Bu aslida kichik server xatosi yoki chatbot ishi bo'lishi mumkin, ammo ushbu hodisa qizda butun umrlik travma hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Yana bitta narsa. Facebook, Instagram va WhatsApp. Bularni nima bog'lab turadi? Meta kompaniyasi. Meta kompaniyasi 2013-yildan boshlab AI ustida ish boshlagan va ushbu yillarda esa chatbotlarni o'zi test qilgan bo'lishi ham mumkin. Agar siz internetdagi haqiqiy odam ekanligingizga amin bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentda internet so'zini qoldirib keting. Ammo shuncha hodisalar bilan ham siz internetda ko'rayotgan tushunarsiz hodisalar bu o'lik internet teoriyasi emas. Bunga oddiy misol, siz Instagramni tark etganingizdan keyin 5 yoki 10 daqiqa siz tanishlaringizga onlayn bo'lib ko'rinib turasiz. Bu aslida server qotishi yoki server sekin ishlashi bo'lishi mumkin. Aynan shu sababli ko'p hollarda botlar emas, server xatoligi bo'lishi mumkin. Ammo bu degani botlar internetda erkin degani emas. Ular ko'p bo'lmasa-da kichik jarayonlarda hali hamon ishlamoqda. Video oxirida sizga savol. Siz Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda post joylayotgan bo'lishingiz mumkin. Like, komment va hatto obuna ham yetarli. Ammo sizning obunachilaringiz ichida bitta ham haqiqiy odam bo'lmasligi mumkin. Siz obunachilaringiz haqiqiy odamligiga ishonchingiz komilmi? Sizlar bilan Asldan Satullayev va DevOps Site Center jamoasi. Like va obuna tugmalarini bosishni unutmang.